yanımızda acayip hizmet kılıp yurgan Polatcan degan yigitimiz var. Shu Polatcanning Chiqanlarınız degan qo'shig'i bilan boshlaymiz. Nima degan? Chiqanlarınız. Rahmat. Yo, menchi Xorazmda ancha so'zlarni o'rganib qo'yganman. Shuning uchun hali ko'rsatuvimizda bir Xorazmlik ajoyib shifokorimiz Shavkatjon chiqqandi. Chiqqanlari agar yanglishmasam bu o'rtoqlari, dugonalari ma'nosida emasmi? Janim masalasi demayman, opa. Qo'shiqqa. Durun.